Hurmatli obunachilarimiz, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2miz keldi. Holatlari juda ham zo'r ekan. Obzorni ko'rsatib beramiz. Narxlar juda ham arzon. Kimga qiziq bo'lsa, egalari bilan gaplashib olasizlar, nomerlarni qo'yamiz. Motorlarni ko'rdilaring, konditsioner, panser hammasi joy-joyida. 2015-yil super konditsioner, holatlari zo'r ekan. LED chiroqlar o'rnatib qo'yilgan. 100 talik gaz. Turkri yurgan ekan, halol probegi. Krila kapotida kraskachasi bor. Probeklari, endi salon qismlari, oynalarni ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli holatda ishlab turibdi. Xo'sh, mashinamizda kamchilik yo'q. Yaxshi Nexia 2 minaman degan aka-ukalarimiz uchun yaxshi variant. Xo'sh, ko'rsatamiz chiroyli qilib obzorlarini. Oxirida narxi bilan tanishtiramiz. Tonirovka ruxsati yo'q ekan, konditsioner friyom qilib yuborasizlar. Qarang, bu avtomashinamiz akalar 2015-yilda ishlab chiqarilgan super konditsioner Nexia 2miz. Salkam Gentra deb turibdi. Narxini 50 million so'm deb olib kelishdi. 47 million 500 ming so'mga narxga gaplashib qo'ydik. Egalari nomerlarini qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib savdolash olsalaring bo'ladi. Mashinani ko'rib, GMPN nominglarga o'tkazish, hamma hujjat xarajatlarida muammo yo'q. Bir kunda hal qilib chiqib ketsalaring bo'ladi. Mashinachani turishi juda ham dars turibdi. LED chiroqchalarni qaranglar, mashina. Nomerlari ham zo'r. Nexia og'aylaringga jo'natib qo'yasizlar akalar.